Agar siz qo'shimcha to'lovni kim aniq oladi? Kim esa kutib o'tirsa ham olmasligi mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'p odamlar aynan shu joyda xato qiladi, menga ham tushadi deb kutadi. Lekin keyin ro'yxatda yo'qligini bilib qoladi. Yoki aksincha olish huquqi bo'lsa ham hujjatini tekshirtirmagani uchun pul kechikadi. Men bugun sizga oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Qo'shimcha to'lovni kim aniq oladi? Asosiy toifa kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa o'rtacha yugurmasligi kerak. Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, bolalar puli, nogironlik to'lovi yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotganlar juda ko'p. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nuanslar aynan o'rtada oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men har doim murakkab ijtimoiy va moliyaviy masalalarni oddiy qilib tushuntirib beraman. Eng katta savol shuki, qo'shimcha to'lov hamma uchunmi yoki faqat ayrimlarga beriladimi? Odamlar odatda bitta yangilikni eshitadi. Falon toifaga qo'shimcha pul beriladi, to'lov oshadi, qo'shimcha mablag' ajratiladi. Lekin e'lonning ichidagi asosiy shartlarni o'qimaydi. Natijada noto'g'ri kutish paydo bo'ladi. Oldin qanday edi? Ko'p hollarda to'lovlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, tashkilotlararo xatlar, bankdagi ro'yxatlar orqali aniqlanardi. Kimdir vaqtida ariza topshirsa, kimdir mas'ul xodimga borib holatini tushuntirsa, kimningdir hujjati qo'lda tekshirilardi. Shu sababli ayrim odamlar haqiqatan ham huquqi bo'lsa ham kech olar edi. Ba'zilar esa hujjatidagi xato sababli umuman ro'yxatga tushmasdi. Hozir nima o'zgardi? Bugungi tartibda ko'p narsa elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni odamning pensiya olishi, nogironlik guruhi, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, daromad holati, oiladagi a'zolar soni, bank kartasi, yashash manzili, hatto ayrim hollarda ish haqi va rasmiy daromadlar ham tizimlarda ko'rinadi. Demak, qo'shimcha to'lov berilganda eng avvalo tayyor ro'yxatga qaraladi. Kimning ma'lumoti bazada to'g'ri turgan bo'lsa, u tezroq oladi. Kimning ma'lumotida xato bo'lsa, u kechikadi yoki umuman tushmay qolishi mumkin. Shu yerda asosiy tamoyilni tushunib oling. Qo'shimcha to'lov odatda mustaqil, hammaga bir xil tarqatiladigan pul emas. U ko'pincha mavjud asosiy to'lovga bog'lanadi. Ya'ni siz oldindan pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam yoki boshqa rasmiy ijtimoiy to'lov oluvchi bo'lsangiz, siz asosiy ro'yxatga tushish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin bu ham har doim avtomatik degani emas. Shartlar, sana, toifa, hujjat holati muhim. Endi eng muhim joyga o'taman. Qo'shimcha to'lovni aniq oladigan asosiy toifa odatda rasmiy ravishda ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olingan va tegishli davlat to'lovini olayotgan fuqarolardir. Men buni bir necha guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi katta guruh pensiya oluvchilar. Agar fuqaro yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini rasmiy ravishda olayotgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov bo'yicha e'lonlarda ko'pincha aynan shu guruh asosiy ro'yxatda bo'ladi. Masalan, 8 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Agar qarorda pensiya oluvchilarga qo'shimcha to'lov beriladi deyilsa, u kishining pensiyasi rasmiy tayinlangan, bank kartasi faol, yashash ma'lumoti bazada to'g'ri bo'lsa, u odatda alohida ariza bermasdan ro'yxatga tushadi. Lekin bir holat bor. Masalan, bir ayol pensiya yoshiga yetgan, lekin hali pensiyani rasmiylashtirmagan. U men ham yoshim bo'yicha haqliman deb o'ylaydi. Ammo qo'shimcha to'lov ro'yxati tuzilayotgan sanada uning pensiyasi tayinlanmagan bo'lsa, u asosiy ro'yxatda bo'lmasligi mumkin. Demak, huquq borligi boshqa, rasmiy tayinlangan to'lov borligi boshqa masala. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Agar insonning nogironlik guruhi belgilangan va u shu asosda pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsa, qo'shimcha to'lovlarda bu toifa ko'pincha ustuvor bo'ladi. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy 900.000 so'm nafaqa oladi. Qarorda nogironlik bo'lgan shaxslarga alohida qo'llab-quvvatlash to'lovi belgilansa, u kishining tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumoti, nafaqa tayinlanganligi va bank rekvizitlari to'g'ri bo'lsa, to'lov tushishi kerak. Lekin bu yerda muddat masalasi juda muhim. Ayrim nogironlik hujjatlari muddatli bo'ladi. Masalan, nogironlik 1 yilga berilgan, muddat tugagan, qayta ko'rikdan o'tilmagan. Odam o'zini hanuz nogiron deb hisoblaydi, lekin tizimda maqom faol emas. Bunday holatda qo'shimcha to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, maqomingiz faqat qo'lingizdagi eski qog'oz bilan emas, elektron bazadagi amaldagi holat bilan tasdiqlanadi. Uchinchi guruh kam ta'minlangan oilalar.
Bu eng ko'p savol tug'diradigan toifa. Agar oila ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lsa, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsa, qo'shimcha to'lovlarda asosiy nomzodlardan biri bo'ladi. Masalan, oilada 5 kishi bor. Ota vaqtincha ishlamaydi, ona uyda bolalarga qaraydi. 3 nafar farzand maktab va bog'chada. Oila daromadi belgilangan mezondan past bo'lgani uchun bolalar nafaqasi oladi. Agar davlat kam ta'minlangan oilalarga qo'shimcha to'lov ajratsa, aynan shunday oilalar birinchi ro'yxatda turadi. Ammo ko'pchilik bitta xatoga yo'l qo'yadi. Men kambag'alman, demak menga berilishi kerak deydi. Lekin tizimda siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olinmagan bo'lsangiz, sizni avtomatik topishlari qiyin. Rasmiy maqom bo'lishi kerak. Agar siz bir necha oy oldin ariza bermagan bo'lsangiz, daromadingiz tekshirilmagan bo'lsa, oilangiz tarkibi bazada noto'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lov ham o'tkazib yuborilishi mumkin. 4-guruh bolalar nafaqasi oluvchi oilalar. Bu yerda ham nozik farq bor. Bolaning borligi avtomatik to'lov degani emas. Bola uchun nafaqa tayinlangan bo'lishi kerak. Masalan, 2 farzandli oila bor. Ular ilgari bolalar pul olgan, lekin muddati tugagan. Yangi ariza topshirilmagan. E'lon qilingan qo'shimcha to'lov esa aynan amalda bolalar nafaqasi olayotgan oilalarga beriladi. Bunday holatda eski olganingiz yetarli bo'lmaydi. Qaror sanasida nafaqa faol bo'lishi kerak. 5-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, ona 2 farzand bilan qolgan va bolalari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda. Bunday oilalar ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj deb tan olinadi. Qo'shimcha to'lovlar berilganda aynan shunday oilalar ko'pincha asosiy toifaga kiradi. Chunki ularning daromad manbasi cheklangan, oilaning asosiy ta'minotchisi yo'q. Bolalar esa doimiy xarajat talab qiladi. Men tomoshabinlarga shuni aniq aytaman. Agar siz hozirda rasmiy pensiya, rasmiy nafaqa, bolalar puli yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilmasangiz ham bo'ladi. Odatda bunday odamlar ro'yxatda bo'ladi, lekin baribir bir marta tekshirtirish zarar qilmaydi. Xavotir olishi kerak bo'lganlar esa quyidagilar: to'lovi yaqinda to'xtaganlar, hujjati muddati tugaganlar, familiyasi yoki pasporti almashganlar, bank kartasi bloklanganlar, yashash manzili o'zgarganlar, oilaviy o'zgarganlar, oilaviy holati o'zgarganlar, yangi farzand tug'ilgan bo'lsa ham bazaga kiritilmaganlar, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanmaganlar. Chunki qo'shimcha to'lovning eng katta dushmani huquqning yo'qligi emas, ma'lumotning noto'g'riligidir. Masalan, bir onaxon pensiya oladi, lekin bank kartasining muddati tugagan. Pul ajratildi, ro'yxatda bor, lekin karta faol emas. Natijada to'lov qaytadi yoki ushlanib qoladi. Yana bir misol, erkak kishi 3-guruh nogironligi bo'yicha nafaqa olgan, lekin qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborgan. U qo'shimcha to'lov haqida eshitib, nega menga tushmadi deydi. Sabab oddiy, tizimda maqom vaqtincha faol emas. Keling, yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat: 72 yoshli pensioner har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Unga tegishli barcha ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida bor, bank kartasi faol, pasporti amalda. Agar qo'shimcha to'lov pensionerlarga 300.000 so'm miqdorida belgilansa, bu fuqaro uni olish ehtimoli juda yuqori. U bariza yozmasligi ham mumkin. Chunki asosiy toifa sifatida ro'yxatga avtomatik tushadi. Ikkinchi vaziyat: ana yoshli ayol pensiya yoshiga yetgan, lekin ish staji bo'yicha hujjatlarini yig'ishni kechiktirib yuribdi. Hali pensiya tayinlanmagan. U ham men pensionerman deb o'ylashi mumkin, lekin huquqiy nuqtai nazardan u hali pensiya oluvchi sifatida ro'yxatda emas. Agar qo'shimcha to'lov faqat amaldagi pensiya oluvchilarga berilsa, u ayol bu bosqichda olmaydi. Uchinchi vaziyat: oilada 4 nafar farzand bor, oila bolalar nafaqasi oladi. Har oy 700.000 so'm tushadi. Qo'shimcha to'lov kam ta'minlangan va bolalar nafaqasi oluvchi oilalarga 500.000 so'mdan berilishi e'lon qilindi. Agar oilaning nafaqasi ayni paytda faol bo'lsa, ular asosiy toifaga kiradi. Lekin agar nafaqa muddati o'tgan oy tugagan bo'lsa va yangi ariza hali ko'rib chiqilmagan bo'lsa, ular ro'yxatda chiqmasligi mumkin. 4-vaziyat: nogironligi bo'lgan shaxsning guvohnomasi bor, lekin oxirgi tibbiy ko'rik muddati 2 oy oldin tugagan. U davolanish navbat, hujjat sababli qayta tasdiqlashga ulgurmagan. Qo'shimcha to'lov aynan nogironligi faol bo'lganlarga berilsa, bu odam vaqtincha ro'yxatdan tushib qoladi. Keyin qayta tiklanganda ayrim holatda to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim holatda esa faqat keyingi davrdan boshlab beriladi.
bu qarorning matniga bog'liq. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi noziklik sana muhim. Qarorda odatda falon sanaga qadar ro'yxatda bo'lganlar yoki falon oy holatiga ko'ra oluvchilar degan mazmun bo'ladi. Agar siz bir kun keyin ro'yxatga kirgan bo'lsangiz, qo'shimcha to'lovni shu bosqichda olmasligingiz mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi. Lekin tizim ro'yxatni ma'lum kesim sanasiga qarab shakllantiradi. Ikkinchi noziklik. Bir odam bir nechta to'yfaga kirsa, 2 marta oladimi? Har doim ham emas. Masalan, odam ham pensioner, ham nogiron, ham kam ta'minlangan oilada yashaydi. Qo'shimcha to'lov qarorida agar har bir oluvchiga 1 martadan deyilsa, u bitta to'lov bo'ladi. Agar har bir to'lov turi bo'yicha alohida mexanizm belgilansa, unda boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 3 ta to'yfaga kiraman, 3 barobar olishim kerak degan fikr har doim to'g'ri emas. Uchinchi noziklik. Qarzdorlik va bank masalasi. Ayrim odamlarning kartasida kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlanmalar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlarning ayrim turlari ushlab qolinmasligi kerak bo'lgan to'yfaga kiradi. Lekin amaliyotda bank yoki ijro tizimida xatolik bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha to'lov tushib darhol yechilib ketgan bo'lsa, bankdan ko'chirim olib sababini aniqlash kerak. 4-chi noziklik yashash manzili. Ayrim oilalar boshqa hududga ko'chib ketgan, lekin ro'yxatda eski manzilda turadi. Mahalla, ijtimoiy xizmat yoki pensiya organi ularni eski joydan qidiradi. Bu ham kechikishga olib keladi. Ayniqsa kam ta'minlanganlik. Bolalar nafaqasi va moddiy yordamda oilaning haqiqiy yashash holati katta ahamiyatga ega. 5-chi noziklik norasmiy daromadlar. Oila o'zini kam ta'minlangan deb biladi, lekin tizimda ayrim a'zolarning rasmiy daromadi ko'rinadi. Masalan, o'g'il biror korxonada ishlaydi. Ish haqi 3 million so'm. Oila esa u aloda yashaydi deydi. Lekin ro'yxatda bitta xonadonda turibdi. Natijada oila daromadi yuqori deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun oilaviy tarkib va yashash holati real va hujjatda bir xil bo'lishi kerak. 6-chi noziklik vaqtincha ro'yxatdan chiqish. Ba'zan oila bir oy nafaqa oladi, keyingi oy qayta tekshiruv sabab to'xtaydi, keyin yana tiklanadi. Qo'shimcha to'lov aynan to'xtagan oyga to'g'ri kelsa muammo bo'ladi. Shuning uchun nafaqaning muddati qachon tugashini oldindan kuzatish kerak. O'zi uzayadi deb o'tirmaslik kerak. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlar beraman. Birinchi qadam, qaysi to'yfaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironlik nafaqasi olasizmi? Bolalar nafaqasi bormi? Moddiy yordam olasizmi? O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bormi? Buni taxmin bilan emas, hujjat va oxirgi tushgan to'lov asosida aniqlang. Oxirgi pul qachon tushganini bank ilovasidan yoki SMS dan ko'ring. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari bormi? Nikoh yoki ajrim hujjati to'g'rimi? Nogironlik bo'yicha xulosa muddati o'tmaganmi? Pensiya guvohnomasi yoki tayinlov ma'lumoti bormi? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Oddiy ko'ringan shu narsalar ko'p to'lovlarni to'xtatib qo'yadi. 3-qadam, tegishli joyga murojaat qiling. Pensiya va nogironlik pensiyasi bo'yicha odatda pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali aniqlashtiriladi. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlanganlik bo'yicha mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli elektron tizimlar orqali murojaat qilinadi. Bank kartasi masalasi bo'lsa, bank filialiga boring yoki rasmiy kol markaziga murojaat qiling. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Faqat og'zaki so'rab ketmang. Agar siz menga qo'shimcha to'lov tushmadi, sababini tushuntirib bering desangiz, yozma ariza qoldiring. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, qaysi to'lovni olayotganingiz, qo'shimcha to'lov qaysi davr uchun tushmaganini yozing. Mening holatimni tekshirib, qo'shimcha to'lov tayinlangan yoki tayinlanmaganligi haqida yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Masalan, pensiya yoki nafaqa tushganligi bo'yicha bank ko'chirmasi, nogironlik ma'lumotnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, pasport nusxasi, ariza raqami, oldingi tayinlov xabarnomasi. Hujjat qancha tartibli bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. 6-qadam. Muddatlarni kuzating. Agar siz ariza topshirsangiz, javob berish muddati bo'ladi. Javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Yuqori turuvchi tashkilotga o'zing, davlat xizmatlari yoki ishonch telefonlari orqali murojaatni ro'yxatdan o'tkazing. Eng muhimi, har bir murojaatning raqamini saqlab qo'ying. Borgan edim, aytgan edim degan gap keyin isbot bo'lmaydi.
7 qadam. Aldovlardan ehtiyot bo'ling. Qo'shimcha to'lov chiqarib beraman. Kartangiz raqamini va kodini yuboring. Oldindan xizmat haqi to'lang deganlarga ishonmang. Davlat to'lovlari uchun hech kim sizdan karta paroli, SMS kod yoki PIN kod so'rashi mumkin emas. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli yuqori. Demak, qo'shimcha to'lovni aniq oladigan asosiy toifa odatda rasmiy ro'yxatda turgan ijtimoiy to'lov oluvchilardir. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Lekin eng muhim shart maqom faol bo'lishi, hujjatlar to'g'ri bo'lishi, bank kartasi ishlashi va siz qarorda belgilangan sanada ro'yxatda bo'lishingiz kerak. Agar siz haqiqatan ham huquqingiz bor deb hisoblasangiz, kutib o'tirmang. Hujjatlarni tekshiring, tegishli tashkilotga murojaat qiling, yozma ariza qoldiring va javob talab qiling. Shunda siz pul tushmagan bo'lsa ham sababini bilasiz. Xato bo'lsa tuzattirasiz. Sizningcha qo'shimcha to'lovlar adolatli taqsimlanyaptimi? Siz yoki yaqinlaringiz bunday to'lovni oldingizmi yoki haligacha kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda ham muhim ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa va hujjat masalalarini birga tahlil qilamiz.